Bugungi darsimiz degan bo'yicha biologiyalik soat va tan saqligi deb shunda mavzu qo'ygan. Bu mavzuni biz bir qancha yilning orasida bir qancha qatam so'zladik. So'zlagan bo'lsakmi, yana takror so'zlashningki ziyni yo'q. Meni bir qiziqtirgan mavzuning birisida bu. Men burun, shundan 10 yil burun biologiyalik soat deganni bunda bilmaydim-cha. İnternette bir kitapnınki xabarini o'qib qoldim. U shu Arab Birleşme Xalifaligi'deki bir doktora Rim Naimi degan ayolning yozgan kitob ekanda u. Biologiyalik soat degan kitob ekan. İnternetde shuni ko'rib qolib, Saudiya Arabistondan izlasam topolmadim u kitobni. Ba'zi qiziqib qolgan kitobni ayda topaman-da. Bir kuni kitob yarmankisi bo'lganda, ashada alayda izlab o'qisam, u kitobni topdim. Shu kitob mana biologiyalik soat degan shu ayol doktorining yozgan kitob ekan. Bu ajoyib, bek qimmatli, bek esil kitob ekancha, shu insonning shu badanining butun organlarini tahlil qildi ekan. Shu kitobni oz deganda 3-4 qatim o'qib chiqdim. O'qib chiqib, shuningdan o'zimningki tushungan, bizga nayta muhim bo'lgan shu mavzularni ayda kallamda shularni jamlab bir yozma yozganimga uni u hayotning fayzini suring degan kitobimni kirgizib ekanman. İnternetda e'lon qilingan bu. Shuni qayta bir muzokara qilaylik. Hamda aramizda sizlar hammanglar ziyoli kishilar, aramizda doktorlar bor, masalan, bu masalani mendan yaxshi biladiganlar bor. Masalan, men tibbiy mutaxassis emas. Shunda bo'lsa-mu, shu to'g'rida izlanganligim uchun, men pek muhim mavzu ekan deb izlaganligim uchun, shuningdan xulosa chiqib, shu kitobdan, ya'ni bir kitobdan chiqargan xulosani qani bu 151 betken bu kitap. 151 betlik kitapni o'qib chiqib 3-4 qatam. Shuningdan nayta bek muhim degan shu mavzularni qisqartib aylanib qildim-da. Buni endi o'zim bilgancha bir maqola qilib yozdim shu bilginimni, shunda olgan tushunchalarimni. Alloh taolaning ikki qonuni bor. Allah iki kanun bekitganda, biri şeriat kanunu, Kur'an-ı Kerim ve hadisteki kıl kılma. Onda kısan sevap oldu, onda kısan günah oldu da bekitken kanun. Yeni biri tabiat kanunu. Allah'mış tabiatta bizge bekitip etken kanunandı. Yani şeriat kanununa xilaflık kılgıçılar onun cezasını ahirette tatıdı. Mesela namaz okumay, yaman iş kılganlar, Allah'ın emrini tutmaganlar, Allah'a asilik kılganlar asasen ahirette ya mükafatını, ula cezasını tatıdı. Yaxşı iş kılganlar o mükafatını kürdeyine. Çünkü bu dünya bu mükafat ceza verildiğin dünya emesendi. Ahirette buldu. Ama tabiat kanununa xilaflık kılgıçılar onun cezasını bu dünyada tatıdı iken. Tabiat kanunu xilaflık kılgıçlar. Allah Teala şeriat kanunu insanların ikkili alemlik bəxt saadeti için nazil qilgan bolsa, tabiat kanunu ularning dunyoda baxtlik, huzurlik ve tansaqlıq joyida halovatlik turmushga erishish uchun belgilangan ekan. Masalan, kechida uxlab, kunduzi tirikchilik qilish Alloh taolo bekitgan tabiat qonuni. Allah bekitgan tabiat qonuni bu. Uningga rioya qilganlarning ishi g'albilik, tini saq bulup davamlaşqınıga. Onu xilaflık qilib, akşamı bek geç uxlab yoki uxlamay, gündüzü uxlaydiganlarning ishi g'albisiz, barakatsiz, tan saqlamligi nacharlashga qarab yo'l olganiga o'xshashli bir gap ekan. Uningdan boshqa sabab qilishmi Alloh taolo belgilagan tabiat qonunlaridan biri. Har qanday bir ish qilmoqchi bo'lsa, sabab qilish masalan. Boy bo'lmoqchi bo'lsang ishlash. Olim bo'lmoqchi bo'lsang o'qish. Kasallab qolgan bo'lsang, uningki sababini qilish, davolanish deganga o'xshashda hamda. Sabab qilmasa hech qanday ish amalga oshmaydi, sabab qilmasa. Shu musulmonningki ikki quroli bor deymiz. Biri Allohga tavakkul qilish, ikkinchisi sabab qilish. Shu ikkisi birga bo'lganda qushningki ikki qanoti bo'g'a vaqtida ucha o birisi bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Hatta Alloh taolo barliq jon egalarining rizqini o'zi beradiganligiga va'da qilgan bo'lsa-mu, shu rizqni tepib yeyish uchun sabab qilishga buyurgan. Shunga har qanday bir jonliq Alloh taolo belgilagan rizqni tepib yeyish uchun sabab qiladi, tirishidi, uni izlaydi. Agar rizqini izlamasa, och qoladi.
Endi akşamı burun yetib sahar turish Alloh taolo bekitgan tabiiy qonuniyat bo'lib, Alloh taolo sizlarning orom erishinglar uchun sizlarga kechini qorong'u qilib bergan, tirikchilik qilishinglar uchun kunduzni yo'q qilib bergan zotdir deb o'zini ta'riflagan bir oyatda. 2002-yili Amerikaning Arizona universiteti tarafidan Science degan jurnalda e'lon qilgan bir ilmiy tadqiqot bor ekan. Ilmiy tadqiqotni men arabchasini o'qiganimdan unda deydi, qorong'uda uxlash tan saqlash uchun nihoyat foydali. Tadqiqotchilarning bildirishicha, badan qorong'uda melatonin deb ataladigan hormonni chiqaradigan. Bu hormon ko'krak va bezi raklaridan saqlash rolini o'ynaydi ekan. Tadqiqotchilar yana melatonin degan hormonning rak hujayralarining o'sishining oldini olish xizmatini ishlaydiganligini, ammo yo'ruqda bu xizmatni ishlamaydiganligini isbotlab chiqqan ekan. Ya'ni yo'ruqda bu hormon ishlamaydi ekan. Endi sog'lomlik va uning turlariga kelaylik. Sog'lomlikni badanning kasallikdan saq bo'lishi deb tushunib olganda, sog'lomlik degan so'z ichiga oladigan ma'nolarni ifodalamay qoldi ekan. Ve sağlamlıkni kichik bir ramkaga ep qo'ygan bo'lamiz ekan. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sağlamlik degan fikr, hissiyot, badan va ruh qatorliq 4 narsaning tangponglik ichida bo'lgan holat ekan. Bu 4 narsa tangpong bo'lsa, u odamni sağlam degan ekan. Bu 4 narsa bir-biriga bog'lanishlik bo'lib, fikri sağlamlik, psixik sağlamlikdan ayrilmaydi ekan. Psixiki sağlamlığı beden sağlamlığı bilen bağlanışlıkken, bularning hammasi ruhiy sağlamlıktan qat'iy ayrilmaydi ekan. Adamning barliq o'y xayollari uning psixiki holatidan mustasno emas. İnsanning psixiki holati yaxshi turib, uning o'y xayolining nachar bo'lishi texim mumkin emas ekan. Ya'ni sizning qallangizdagi fikr xiyolingiz ijobiy bo'lgan holatda sizning psixikingizning buzuq yoki salbiy bo'lishi mumkin emas ekan. Ijobiy o'y fikrlar badanga ta'sir qildi va uni rohat his qilish, zihnning ochiqligi, harakatchanlik, ruhning suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi ekan. Mubodo badan salbiy o'y fikrlarni qabul qilganda uni tushkunlik, g'ururlik, esda tutalmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorliq holatlar bilan ifodalab berdi ekan uni. Ana shu aniqki kasallik bir andala o'tirg'i chiqmaydi ekan. U o'y fikr va psixikadagi salbiyliklar sababli badanga asta-asta yuklanib to'plangan ig'ir bir horg'inlikdan keyin ondan o'tirg'i chiqqan bir holat ekanda. Endi biologiyalik soat va uning roli. Biologiyalik soat degan insonning ichki a'zolari orasidagi bioenergiyaning muntazam harakat qilib turishi deganlik ekan bu. Endi biologiyalik soat insonning ichki a'zolaridan bo'lgan 12 a'zo orasida 24 soat davomida aylanib turdi ekan. Bu jarayonda mazkur 12 a'zo orasidagi bioenergiya faoliyatini o'zining faoliyatini oshirdi ekan va har 2 soatda mushu 12 a'zoning biri eng mukammal vazifa ado qilish saviyasiga yetgan. Her 12 soatdan keyin her bir a'zo faoliyatchanligidan bo'shab orom olish va keladigan 12 soatdan keyingi faoliyat uchun tayyorlanish davriga kirgan. Masalan, jigarning bioenergiya faoliyati kecha soat 1dan 3gacha bo'lgan aralıqda eng mukammal darajaga yetgan. Onun faaliyeti gündüz saat 1'den 3gacha bo'lgan aralıqda eng tuvan darajada bo'lgan. Mazkur 12 ichki a'zo o'pka, qilin ichak, oshqozon, tal, yurak, inchki ichak, do'saq, nasllanish a'zosi, böbrek, ichki bez, o't va jigar qatorliqlar ekan. Endi tibbiy mutaxassislarning aytishicha, har bir odamning badanida biologiyalik soat bor bo'lib, o bedenning turli xizmatlarini rad soldi ekan. Uyqumu shuning ichida. Akşam saat 11'dan kecha saat 3gacha qon eqimining ko'p qismi jigarda bo'ldi ekan. Jigar bu vaqtda qon bilan to'lganlikdan uning hajmi cho'ngib ketadi ekan. Mana mushu vaqt intayin bir muhim bir vaqt ekan. Bu vaqtda jigar badandagi zaharni tozalaydi ekan va qon, balg'am, safra, savdodan iborat tabiiy xilotlarni ishlab chiqadi ekan.
Bedende bir gün içinde toplangan zehir aşı 4 saatte tazlandı ekan. İşinin çatak yeri, eğer siz aşı 4 saat içinde uxlamagan bolsanız, jigar zehir tazlash xizmatini elib borolmaydi ekan. Tabiiy xilitlarni mı ishlab chiqarolmaydi ekan. Chunki jigarning bu xizmatini elib berish uchun sizning uxlagan holatda bo'lishingiz shart ekan. Uxlash kerak ekan. Agar siz kech soat 11 da uxlasangiz, jigarning badandagi zaharni tozalash uchun 4 soat ozodi vaqt bor deganlik ekan. Ya'ni 11 dan 3 gacha uxlasa. Bu aralıkta zehir tel-tüküz tazlanıp buldu ekan. Agar siz kech soat 12 da uxlasangiz, oldingizda 3 soat qolgan bo'ldi ekan. Agar siz kecha soat 1 da uxlasangiz, oldingizda 2 soat qolgan bo'ldi ekan. Agar siz kecha soat 2 da uxlasangiz, oldingizda 1 soat qolgan bo'ldi ekan. Agar siz kecha soat 3 da uxlasangiz, badaningizdagi zaharni tozalashga hech qanday vaqt qolmagan bo'ldi ekan. Agar siz hayotingizni mushundaq davomlashtirib badaningizdagi zahar to'planib mengayverdi ekan. Ondan bir kuni tuyuqsiz sizga nima bo'lganligini bilmayla qolasiz ekan. Chunki zahar tozalanmay ketaverdi ekan. Ammo o chaqda siz bek kechib qolgan bo'lasiz. Shunga siz Alloh taolo bekitgan qonuniyat bilan zidlashmang. Burun yetib sahar turing. Payg'ambar alayhisalom mening ummatimga beriladigan barakat sahar vaqtiga belgilandi deb ko'rsatish orqali musulmonlarni oqshom burun yetib, ertasi sahar turishga tashabbus qilgan. Reallik shuki, atdigan turib ishqa tutunadigan millatlar har jihatdan taraqqiy qilib kelyapti. Ammo kechasi uxlamay, atdiganlikka uxlaydigan millatlar garchi musulmon qavmlar bo'lsa-mu, taraqqiyotda, ishlab chiqishda va moddiy quvvatda orqada qolgan. Bu amaliyotdan reallik. Kech uxlab, kechikib uyg'onishning ziyni. Bek kech uxlab, ertasi qancha ko'p uxlagan bo'lsangiz, bu harduqingiz chiqmaganligini va intayin harg'in va erinchaklik bilan ishga borganligingizni albatta bilasiz. Bu nima uchun shunday? Bu badaningizdagi zaharning tozalanmaganligidan. Chunki oqshimi kech uxlash, saharda turmaslik inson salomatligi uchun intayin ziyonli bir odat. Kecha soat 3 dan 5 gacha bo'lgan aralıqda qon eqimining ko'p qismi o'pkaga markazlashgan bo'ldi ekan. U chaqda siz nima qilishingiz kerak? U chaqda siz saf havodan nafas olishingiz kerak. Ya'ni atdigan soat 5 da namoz bomdodga chiqib, masjidga chiqib namoz bomdodga atdiganda saf havodan nafas olish. Ya'ni bizning dinimizning buyurgan amrlari hammasi bizning tan salomatligimiz uchun foydalidir. Şu heliqi yurgi to'xtab qoldi deydi ya, yurgi to'xtab qolgan ish, shunday ishlarni tul vaqtda salikda bo'ldi ekan. Shu salikda o'rnidan qo'pab, saf havoda bir nafas olib, kuchugina harakat qilayotgan ekan, odam nurg'un xatarlardan asli saqlanib qoldi ekan. Bog'chidak, etizlikdak, havosi saf joylarda uzun nafas olib, ondan asta qo'yib bersangiz, bu to'limi yaxshi bo'ldi ekan atdiganda. Atdigan soat 5 dan 7 gacha bo'lgan aralıqda qon eqimining ko'p qismi qilin uchayga to'plangan bo'ldi ekan. Bu chaqda qanday qilish kerak? Bu chaqda och qo'rsoqqa 2 istikan ilman suv, ya'ni ilman suv ichimiz ekan. Atdiganda hech nima yemay turib 2 istikan issiq suv ichish uchayni harakatga keltirish va yumshatish uchun nihoyat muhim rol o'ynaydi ekan. Ammo och qo'rsoqqa so'g'oq suv ichgan vaqtda xatarli ekan. Chunki so'g'oq suv uchayning xizmatini ojizlashtirib qo'ydi ekan. Qon aylanishiga to'salg'i bo'ldi ekan. Och qo'rsoqqa. Atdigan soat 7 dan 9 gacha bo'lgan aralıqda qon eqimining ko'p qismi oshqozonda bo'lgan bo'ldi ekan. Bu chaqda qanday qilish kerak? Bu chaqda nashta qilasiz. Atdiganda nashta intayin muhim. Nashta qilmaslik yoki nashtani mushu soatdan kechiktirib qilish tan saqliqqa ziyonli ekan. Bu ziyonni bir kun ichida eng esil va foydali g'izolar bilan to'ldag'ilmaydi. Chunki atdiganda obdan bir nashta qilib olmaganidan kechgacha har qancha quvvatli binasimi atdiganda yeb olganga o'xshash emas ekan. Nashta qilmaslik xatarli kasallarga yo'l ochadi deydi ekan tabiblar. Sizning atdiganlik nashtangiz shu bir kuningizning qanday o'tishini belgilaydi ekan. Chunki atdiganda oshqozoningizga kirgan taom sizning jismoniy faoliyatingiz uchun asosli rol o'ynaydi ekan. Kuchli oshqozon
yuqori energiya va sifatli xizmatning kepilikin. Kuchlik oshqozon. Kuchlik oshqozon salbiy hislarga taqobil turish uchun zo'r kuch demak. Xuddi mashinangizga qachilgan benzin qanchalik sifatli bo'lsa, mashinangizning xizmati yaxshi bo'lgandek, atdiganda nashtingiz qanchalik yaxshi, mukammal, quvvatli bo'lsa, sizning bir kunlik ishlaringiz shunchalik sifatli, natijalik va g'albilik bo'ldi ekan. Bizda quruq tag'ar uyrutilmaydi degan gap bor Uyg'urlarda. Endi dehqonlarning yoki yezilarda yashayganlarning tan saqlik jihatda shaharliklarga qaraganda har tarafni yaxshi ekanligi ajablanarli emas. Buni hammangiz bilasizlar. Chunki ular oqshom baldir uxlab, ertasi sahar turish orqali o'zining biologik soatlariga rioya qildi. Tamoman rioya qildi. Endi kichik vaqtimizda televizor, internet degan narsalar yo'q edi. Qatnash vositalari hozirgidek o'ng'ay emas edi. Hatto yo'q edi. Kishilar umuman oqshom burun yetib, ertasi sahar turadi. Shunga u zamonlarda kishilar qon bosimi, diabet, rak degandek kasallarni bilmaydi. Anglab bakmagandi kichik vaqtimizda uni. Biz insonlar Alloh taolo tabiatga belgilab etgan tabiiy qonuniyatga xiloflik qilib, kechini kunduzga, kunduzni kechiga aylantirib oldik. Harakat orqali kuchlanib ve yaşayıp turadigan bedenimizni harakatsizlik bilan kasal qilib qo'ydik. Alloh taolo yo'l mengishga yaratib bergan putlarimiz mengishdan mahrum qilinib, o'rilishib qoldi. Biz bu qilmishlarimizning jazosini har xil kasalliklarga giribdor bo'lish, ish kuchimizda barakatsizlik bilan tortyapmiz. Yani sözlesek bu haqda gap intayin ko'p hamdi. Mushu Alloh taolo belgilab etgan tabiiy qonuniyatga amal qilganlar masalan, atdigan turib ishga tutiladiganlar qaysi davlat bo'lsin, qaysi dinda bo'lsin, qanday millat bo'lsin taraqqiy qilg'iliq va turmush bayashat. Endi atdiganda shu kun chiqib, shu bir ash vaqti bo'g'icha uxlaydigan millat, har qancha haramda turadigan millat bo'lsin, har qancha taqvodor musulmon millat bo'lsin, yana aqida qilg'iliq. Chunki Alloh taolo adil ishlagan gibi birdi. Shunga biz nima ishlagan kishilar deydi. Qaysi millat bo'lsa, qanday bo'lsin, ishlagan gibi birdi. Ammo yotganni Alloh yo'lmaydi. Medirlaganni, menib turganni Alloh taolo yo'laydi hamda. Shu biologiyalik soat to'g'risidagi meniki tushungan xulosalarim Muşamda. Qağın hem de sizler tanımlasanız oldu, sizler ne anlasak oldu hem de.